Assalomu alaykum opajon. 240 minglik aksiyalar tugadimi? Yo'q, tugamadi. Davom etyapti. Endi bu safar 240 ming aksiyamiz oyoq kiyimlarga. Ko'rishingiz mumkin, Turkiya oyoq kiyimlari 240 mingdan qatta bor. Faqat Soliha butikda. Juda ham chiroyli podoshalar, yumshoqqina ko'rishingiz mumkin. Shunaqa chiroyli. Toshlari aslo ko'chib ketmaydi. Hozir ayniqsa Muborak oilada hojonamga yoniga 4 ta nonni yoniga qo'shib olib borsangiz bormi? Duoda qolasiz. Xohlagan variantinglar bor. Razmerlari 36, 37, 38, 39, 40-razmerigacha xohlagan modelinglardan bor. Ko'rishingiz mumkin. Podoshalarım juda ham chiroyli, yengilgina. Eng chiroyligini o'zim kiyib olganman. Qaranglar, ko'rsatmaslikmi? Juda ham chiroyli. Oyjon aytganlaridek ham xonligi ham biyligi bor. Suvchilik ketayotgan hojonim ham kiyib olsalar bormi? Qizlarni shundoq berishadi. Ko'rsat bo'ladi muslima hammasidan bor, kelib ulgurib olinglar. Yana qolmadi. Sizlar yolg'onchisizlar demanglar.